Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, hurmatli sessiya qatnashchilari, xalq deputatlari, Astrobob tuman kengashining bugun bo'lib o'tayotgan navbatdagi 30-sessiyasida tuman kengashining 28 nafar deputatlaridan 26 nafari ishtirok etmoqda. 2 nafar deputatlarimiz uzrli sabablarga ko'ra ishtirok eta olmayapti. Shuningdek, tuman hokimi o'rinbosarlari, yoshlar masalalari guruh a'zolari, tuman saylov komissiyasi a'zoligiga nomzodlar, korxona tashkilot rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etmoqda. Sessiya o'z ishini boshlash vakolatiga ega. Xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 30-sessiyasini ochish to'g'risida taklif kiritaman. Ochilsin degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiqlashlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Birozdan ma'qullandi. Xalq deputatlari tuman kengashining navbatdagi 30-sessiyasini ochiq deb e'lon qilaman. Deputatlar, sessiya kotibini saylab olishimiz kerak. Sessiya kotibligiga 7-ilm saylov okrugidan saylangan tuman kengashi deputati Allayarova Nargiza Xoliqulovani saylash to'g'risida taklif bor. Boshqa takliflar bormi? Ma'qul degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiqlashlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Marhamat, Nargiza Xoliqulovani ishga kirishingiz mumkin. Hurmatli deputatlar, sanoq komissiyasini tuzib olishimiz kerak. Sanoq komissiyasi raisligiga 11-Alisher Navoiy saylov okrugidan saylangan deputat Mardonova Dilfuza Abduxalilovnani sanoq komissiyasi a'zolari etib 14-Sharq yulduzi saylov okrugidan saylangan deputat Do'stmurodov Nodir Nuriddinovichni hamda 15-Mustaqillik saylov okrugidan saylangan deputat Ochilov Jamshid Ubaydullayevichni saylash to'g'risida taklif bor. Boshqa takliflar bormi? Ma'qul degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiqlashlarini so'rayman.
Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Birovdan ma'qul. Hurmatli deputatlar, sessiya kun tartibida 3 ta masala kiritilgan bo'lib, ma'ruzalar uchun 10 daqiqa, so'zga chiquvchilar uchun 5 daqiqa belgilab, sessiya ishini tanaffussiz 45 daqiqa atrofida tugallashini taklif etiladi. Boshqa takliflar bormi? Yo'q bo'lsa ma'qul degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiqlashni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Birovdan ma'qul. Kun tartibidagi birinchi masala Pastdarg'om tumanida kriminogen vaziyatni yaxshilash, jinoyatlarni barvaqt oldini olish, uning omillarini bartaraf etish bo'yicha 2026-yilning 6 oyida amalga oshirilgan ishlar to'g'risida tuman prokurori Xolmurodov Jahongir Baydullayevichning axboroti to'g'risida. Axborot uchun so'z tuman prokurori Xolmurodov Jahongir Baydullayevga beriladi. Marhamat, Jahongir Baydullayev. Assalomu alaykum. Hurmatli raisga yetuvchi, hurmatli deputatlar va sessiya ishtirokchilari. Mikrofon qo'shing. Yana bir bor assalomu alaykum. Hurmatli raisga yetuvchi, deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Demak, vaqtimiz haqiqatan 10 daqiqaligini e'tiborga olgan holda ma'ruzamiz deputatlarga kengashga taqdim qilingan. Menimcha hamma tanishgan bo'lishi kerak. Bu yerda qilingan ishlar endi albatta oldingi prokurorimiz tomonidan qilinganiga barcha jinoyatchilikka qarshi kurash, kriminogen vaziyatni yaxshilash borasida qilingan ishlar. Shuning uchun o'qib berishim uncha to'g'rimi, noto'g'rimi qilingan ishlar haqiqatan ko'p tekshirishlar qilingan, kriminogen vaziyatni doimiy tahlillar qilib 2026-yil ikkinchi yarmida jami 88 tekshirishlar o'tkazilgan, 2113 ta qonun buzish holatlari aniqlangan qonun buzish holatlarini bartaraf etish va kelgusida yo'l qo'ymaslik chora-tadbirlarini belgilash maqsadida 47 ta tadbirnomalar kiritilgan. Asosiy joylarini aytmoqchi bo'lganim, nima deydi? Tuman prokuraturasi endi hamma biladi, prezidentimiz tomonidan xalq prokuraturasiga aylantirish borasida bir necha bor ta'kidlab o'tib kelinmoqda. Shu sababli tuman prokurori sifatida endi bu auditoriyada yangi hisoblanaman. Shuning uchun tuman prokuraturasi bundan keyin deputatlar kengashimi yo deputatlargami xohlagan, masalan, so'rovingizni yuborishingiz mumkin, birgalashib ishlaymiz, hamkasb bo'lib ishlaymiz desak ham adashmaymiz. Bittagina nimamiz, talabimiz so'rovni yuborayotganda deputatlik so'rovini albatta surishtiruv o'tkazilayotgan yoki tergov olib borilayotgan jinoyat ishlari bo'yicha so'rov yuborishlaringiz mumkin emas. Bu bundan tashqari davlat sirlarini o'z ichiga oladigan hujjatlar bo'yicha so'rovlar qilishingiz mumkin emas. Qolgan barcha so'rovlaringizga javob beramiz. Shuningdek, mana kriminogen vaziyatni yaxshilash bo'yicha hurmatli raisga yetuvchi bitta taklifim bor edi. Mana bizda endi hozir bu yerda bilmayman nechta deputatimiz bor. 26 nafar qatnashyapti, 28 ta. 28 ta bo'lsa, menimcha har bir deputatga 4 tadan mahalla to'g'ri keladi. Ha, 3 tadan 4 tadan mahalla to'g'ri keladi. Shu deputatlarimizdan bitta iltimos bo'lib qoladi. Mana hozir kriminogen vaziyat bo'yicha, jinoyatchilik bo'yicha ko'rib chiqdim. Zo'ravonlik jinoyati, nomusga tegish jinoyati, qasddan badanga tan jarohati yetkazish jinoyatlari ancha oshirilgan. O'tgan yil 6 oyligiga nisbatan ko'p. Shu sababli har bitta deputatdan so'rab qolaman, o'zingizni mahallalaringizga, mahalla ko'mingizgami yoki bo'lmasa o'sha 7-likka deymiz, albatta so'rov xati yuborsalaringiz, deputatlik so'rovi. O'sha so'rovda kerak bo'lsa imni yozishlaringiz, mana jinoyat bo'layotgan jinoyat bo'yicha endi yoki bo'lmasa jinoyatchilikka moyil shaxslar bor. U siz bilishingiz qiyinroq, lekin o'sha yerda mahallada hamma biladi, 7lik. O'shani ro'yxati bor. O'sha ro'yxat bo'yicha qanchasiga masalan order berildi yoki bo'lmasa qanchasiga ijtimoiy xulosa berildi. Bu order bilan ijtimoiy xulosa o'sha jinoyatni kelib chiqishini oldini olish bo'yicha eng kerakli bir nimada endi rechagimiz. Bunday qilib olganda. Shu sababli o'sha hamma bir yuborib ko'rsa-da,
hammasi ertangi kunda mana 10 kunlik srokda muddatda hammasi bersa kerak. Bermaganda o'zi biladi, kerak bo'lsa ma'muriy javobgarlik chorasini ko'rib beramiz. Lekin o'shaning hammasini olgandan keyin men tuman prokuraturadan o'zimiz ishtirok etib, o'shaning hammasini bir tahlil qilib bersak. Mana 60% mahallamiz yashil ekanda. 100 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, 63 ta mana mahallamiz yashil toifada turibdi. To'g'ri, endi u balkim yashil toifadagi qandaydir o'zicha bir yaxshi bir ishlar qilayotgandir, qanday plus uni olib turib, ertaga qizil, sariq mahallaga joriy qilish masalasi ko'riladi. Umumlashtirish masalasini ko'rmoqchimizda. Agar shu narsani kengash raisidan so'rab qolamiz, agar o'zingiz raislik qilib shu narsani olib bersangiz, tumandagi kriminal vaziyatni o'rganishga o'zimizga yordam berib, yaxshi bir nima qilsak bo'laydi. Umuman boshqa tumanlarda unaqa tajriba yo'q. Bunaqa hech kim hali qilgan, eshitganimiz ham yo'q. Shu sabab men shu narsani so'rab qolardim. Ma'qul, endi deputatlar mahalla yettiligi bilan doim bizlar birga ishlaymiz, hamisha ham. Bu narsani ham kiritamiz, bu taklifimizdan ma'qul. Hozir bizlarda rayon nechinchi o'rinda viloyat bo'yicha jinoyat? Jinoyatchiligimiz oshish bo'yicha o'zi 12% ga oshgan. To'g'ri, bundan kattalar nomusga tegish, tan jarohat yetkazish bular oshgan. Qolgan nisbatan o'tgan 6 oylikka nisbatan. Shuning uchun mana shu umuman jinoyatchiligimizni ko'rsak yaxshi bo'lardi. Tugadimi? Hamma birinchi safarga tugadi. Savollar bormi? Ma'ruzachiga. Mana shu kengash nazorati doirasida ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun qaysi tashkilotlar rahbarlarining hisobotini eshitishdir maqsadga muvofiq dedilar. Va bundan keyingi nimalarda shunaqa hamkorlikda ishlashimiz kerak. Demak, prokuratura umuman jinoyatchilikka, umuman vazifasini bajarmayotgan tashkilotlar, mana shu hisobotga kirgan tashkilotlarni hisobotini eshitib borishimiz kerak. Sessiyaga qo'yishimiz kerak. Rahmat. Haqiqatan mana jinoyatchilikni oldini olish eng nimalardan biri bu propagandada, targ'ibotda. Targ'ibot qilish eng bir nima hisoblanadi, lekin mana kameralashtirish masala ham bor, lekin kameralashtirish jinoyatchilikni oldini olishdan ham ko'ra, jinoyatchilik ertangi kunda sodir bo'lgan jinoyatni ochishga ko'proq yordam beryapti-da hozirgi kunda. Lekin targ'ibotimiz kamroq. Любой nima deydi, xohlagan tashkilotingizdan yoki bir umuman o'zi o'sha jinoyatchilik oldini olishga mas'ul tashkilotdan ham ertaga masalan so'rasak, to'g'ri qog'ozda bitta ikkita bordir masalan targ'ibotini qilgan jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha, lekin haqiqatan ham xalq bilan o'sha mahalla bilan borib to'g'ri uchrashish soni kam. Mana shuni ko'paytirish masalasini albatta ko'rishimiz kerak. Keyin mana bu tashkilotlarga qanday so'rov yoki bo'lmasa o'sha jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha nimalar qilishimiz kerakligini to'g'risi buni ichini ko'rib yo'laka bundan keyin qilib ketamiz. Buni hozir men sizga aniq ayta olmayman. Bormi yana savollar? Savollar bo'lmasa, shu masala yuzasidan so'z Pastdarg'om tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyaga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Ushbu masala ta'minotga vaziyatni yaxshilash, jinoyatlarni barvaqt oldini olish va olimlarni tartib etish bo'yicha 2026 yil 6 oyda Boz prokuror axborot to'g'risida Xalq kengashining korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyasi yig'ilishida muhokama qilindi va sessiyaga taqdim etildi. Sizlarga ushbu qarorning muhokamasini qo'llab-quvvatlashlaringizni so'raymiz. Rahmat. Shu masala yuzasidan hurmatli deputatlar, sizlarga qaror loyihasi tarqatilgan. Qaror loyihasiga qo'shimcha takliflar bormi? Yo'q bo'lsa ma'qul degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiqlashlarini so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, birozdan ma'qul. Rahmat. Kun tartibidagi ikkinchi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5-yanvardagi PQ1 sonli qarorini ijrosi, shuningdek tumanda kriminogen vaziyatni yaxshilash, jinoyatlarni barvaqt oldini olish, uning omillarini bartaraf etish bo'yicha 2026 yilning 6 oyida amalga oshiriladigan ishlar to'g'risida tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i Karimov Ulug'bek Anvarovichga beriladi. Hisobot uchun so'z ichki ishlar bo'limi boshlig'i Karimov Ulug'bek Anvarovichga. Marhamat, Ulug'bek Anvarovich. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya qatnashchilari.
albatta yuqorida tuman prokuror tomonidan jinoyatchilik bo'yicha qisqacha tushuntirib berildi. Haqiqatan ham tumanimizda hamma xabari bor. Jinoyatchilikda asosiy salmog'i oldin olishgan jinoyatlar deymiz. U an'anaviy jinoyatlar deymiz. 2006 yilga nisbatan 30% tushib ketdi, lekin 12 oylik umumiy jinoyatchiligimiz 12% oshgan degan masala qo'yildi. Oshgan sababi bu kilo mahkamada sodir etilayotgan jinoyatlar hisoblanadi. E'tibor beringlar, umumiy sodir etilgan jinoyatlarimizning, ya'ni sodir etilgan 465 ta jinoyatning demak 219 tasi kiber mahkamada sodir etilgan. Umumiy jinoyatchiligimiz 47% tashkil etadi. 47%. O'tgan yili bu ko'rsatkich 40 edi. Mana 47. Agar biz birgalikda agar jamoaviy ishlamasak, yana bu jinoyatlar oshadi. Biz bu jinoyatlarni oldini olish uchun qanaqa tajribalarni yo'lga qo'ydik tuman bo'yicha oldik, tahlil qildik, bo'lib tashladik. Murojaatdan kelib chiqib bo'lib tashladik. Aynan qanaqa murojaatlardan aholimiz aziyat chekyapti, nimadan ko'p tushadi. Zararli ilovalar bor, 45% zararli ilovalar, ya'ni APK fayllar deymiz, birinchi yo'nalishi. Telegram, Android telefonlarga kelib tushadigan zararli ilovani aholi tushunmas bosib qolyapti. Buni biz olib turib birinchi nima qildik? Buni olib turib guruhlar bor, Telegram kanallarida guruhlar bor, profilaktika inspektorlari, mahalliy yetkiligining rahbarlari bilan, tashkilot rahbarlari bilan yig'ib gaplashdik. Oyning boshida topshiriq qo'yildi, shuna dastur yaratildi. Cyber Proziki degan dastur keyin integratsiya qilindi. Respublikada kiber xavfsizlik degan dasturga integratsiya qilib, gruppalarga, o'sha guruhlarga admin sifatida qo'shib qo'ydik. Ya'ni guruhlarga kelib tushadigan har qanday zararli ilovani avtomatik ravishda o'zi udalik qiladigan, avtomatik ravishda. Natijada mana hozir bir haftalik ko'rdik, bir hafta ichida 4 murojaat kelib tushgan. Bir hafta ichida juda ham yaxshi natija. Bir hafta oldin kuniga 10 ta unutib tushadi. Shuning uchun agar mana shunaqa targ'ibot tadbirlarini ko'paytirib aholiga keng biz targ'ibot qilsak, bu turdagi jinoyatlar, umumiy jinoyatchiligimizni kamayishiga erishamiz albatta. Buni imkoniyati ham bor, iloji ham bor. Bu birinchi yo'nalish. Ikkinchi yo'nalishimiz jinoyatchilik turlarida mast holatda sodir etilgan jinoyatning soni oshgan o'tgan yilga nisbatan, ya'ni spirtli ichimlik iste'mol ta'siri ostida. Albatta men taklif kiritardimki, shu yo'nalishda mana tuman hokimimizning tashabbusi bilan shu o'tgan birinchi chorakda ham hisobotda aytib o'tdik, mana hozirgi asosli tumanda bir chiroyli 20 qo'ykalik demak hushyorxona joriy qilindi. Hamma imkoniyatlar bor. Afsus mana hozir kecha kunduz kadr bilan ta'minlash masalasi misol turibdi. Og'ir demaymiz-u, yechilmay turibdi. Aslida Vazirlar Mahkamasining 2005-yil 1-dekabr kuni 754 savol qarorlari bor. Mana ijtimoiy profilaktika dasturlarini yaratganmiz, uni olib turib shunda ko'rsatib o'tilgan hushyorxona joriy qilinishi. Pasarg'on tumani bor, biz joriy qilganmiz, lekin kadr masalasi bo'yicha ta'minlash sug'urta bilan bog'liq muammosi borligi uchun hozir kecha kunduzda tibbiyot buni tashkillashtirib berish kerak. Buni qandaydir ma'noda tashkillashtirilgani yo'q. O'sha agar deputatlardan, kengashdan biz iltimos qilamiz, kengash qaroriga kiritib, viloyatga agar taqdim qilsak, bu qaror bor, ijrosi bor. Uni ta'minlab bersa, xalqimiz aziyat chekmaydi. Kimnidir yuragi kasal bo'lsa, biz chiroyli qilib borib kardiologga yotqizamizda. Lekin spirtli ichimlik uchun qo'ygan yoki giyohvandlik ta'sirida ostida bo'lgan fuqarolar bular kasalda bor. Ularga ham xuddi shunaqa qarashimiz kerak deb o'ylaymizda. Uni olib turib ichki ishlar organlariga olib kelish, bilmadim qanchalik to'g'ri. Birinchi tibbiy yordam ko'rsatish kerak. Endi bizning xodimlar mutaxassis emas. Shuning uchun biz tuman hokimiga rahmat deb sharoit qilib berilgan mana shu qadam masalasida agar biz qilsak, yanada ham mana shu oldini olish mumkin bo'lgan jinoyatlarni oldini oladi. Chunki oilaviy nizolar bor, oilaviy zo'ravonlik deymiz. Yoki tan jarohati bilan bog'liq masalalarimiz bor. Men ishontirib aytaman, shu 60% spirtli ichimlik ta'siri ostida bo'ladi. 6 oylik yakuni bo'yicha o'tgan yilga nisbatan
mana shu yil 1500 ga yaqin fuqarolar ko'cha jamoat joyida spirtli ichimlik iste'mol qilganligi uchun yuqori 180 ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksning 180 moddasi bilan rasmiylashtirildi. Qanchadir jinoyatni oldi olindi. Shuning sizlardan mana shu agar iltimos qilib birgalikda agar tashkillashtirsak, Qashqadaryo tumani xalqi uchun, aholimiz uchun juda qulay bo'lardi. Ancha fuqarolarni qandaydir ma'noda davolatardi. Keyingi o'rinlarda men bir narsani aytmoqchiman. Aniqlangan jinoyatlarimiz, ya'ni ichki ishlar organlari, huquqiy qiluvchi organlar tomonidan joriy yilda demak 84 ta aniqlangan jinoyatlar biz aniqlaganmiz. Ya'ni qurol bilan bog'liq, narkotik bilan bog'liq masalalar bor, tamagirlik bor, holatlar bilan bog'liq shunaqa aniqlangan jinoyatlar bu oldin olish mumkin bo'lgan mahalla jinoyatchiligi kirmaydi. Oldin hisobotlarimizda aytganmiz. Eng achinarli ahvoli bu narkotik bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlarimiz mana ko'payib ketishiga qandaydir guvoh bo'lyapmiz. 30 tani tashkil qilyapti, o'tgan yilda bo'lgan bu. Demak, birgalikda agar joylarda keng targ'ibot qilsak yaxshi bo'lardi. Sababi qonunchilikda mana xabarlaringiz bor. 2025-yil adashmasam 3-noyabr kuni muhtaram prezidentimizning 207-son farmonlari chiqdi. Aynan shu masalada yaqinda qonunchilikda o'zgartirish kiritildi. Bu yerda giyohvandlik vositalari bilan bog'liq bo'lgan jinoyatlarni demak jazo tizimi og'irlashtirildi, to'g'rimi? Ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqatildi. Shuning uchun gap bu yerda bir fuqaroni jazolashda emas, kimnidir qamalishda emas. Gap bu yerda agar biz keng agar yordam berib mahalla yetkiligi yoki mutasaddi tashkilotlar bilan agar birgalikda keng targ'ibot qiladigan bo'lsak, bu turdagi jinoyatlarni ham qandaydir ba'zi shaxsni javobgarlikdan ozod qilishga erishadi. Umuman hisobotning qaror loyihasida bor. Agar tushunmaydigan joylar bo'lsa yoki qanaqadir ichki ishlar organlari tomonidan sodir etilayotgan harakatlarda qandaydir e'tiroz deymizmi, qandaydir takliflar bo'lsa, biz albatta uni eshitamiz, albatta birgalikda ijrosini ta'minlaymiz. Ma'ruzam tugadi, sog' bo'ling. Hisobot tugadi. Hisobotchiga savollar bormi, hurmatli deputatlar? Marhamat. Assalomu alaykum. Hozir mana bu yerda aytyapsiz, eng ko'p jinoyat Guliston mahallasi 6 ta, Manzura, Ulatchi, Qahramon 4 ta, Qushtepa, Paxtakor, Yangiobod, Galatut, Qamolot, Mehnat mahallalarida 3 ta jinoyatlar sodir etilgan. Hisobotimizda ushbu mahallada jinoyatlarning asosiy sabablari tahlil qilingan va ularni bartaraf etish bo'yicha qanday kompleksli tadbirlar belgilangan? Bu birinchi savol. İkinci savalim hem bu savolimiz var hem taklifler. Doğru mantıklarımız yani bazı oraya yaptım ama oraya gitmeyenlere namuslu'daki şu gibi. Başka korktu. Şimdi hazır şu zamanında asosan maktab o'quvchilarida bo'lyapti da sodiq yaptı. Shunda maktab rahbariyatiga qaratilyapti asosan javobgarlik masalasi ortagini yerda ko'p qo'yilyapti. Shunda ota-onani mas'uliyatini ko'proq oshirish uchun ota-onaga ko'proq chora tadbirlarni ishlab chiqish kerakmi yoki bo'lmasa birinchidan uni kuchliroq qilsa ota-ona keyin qo'rqarmidi, sen bilsa qilsa men javobgarlikka tortilaman, seni mahkamroq ishlaydi, ota-ona ishlamaganida boshqalar qanday tartib olishi mumkin degan savollar rahmat. Bitta savolingizga ham ikkinchi savoldan boshlaymiz. To'g'ri voyaga yetmaganlar tomonidan, ya'ni maktab o'quvchilari tomonidan joriy yil 6 oy davomida 8 jinoyat sodir etilgan. O'tgan yil ko'rsatkich 17 dan tashkil qilardi. Hozirgi yil kunduzda bir barobar kamaydi biza. O'tgan yili 34 ta edi, yil yakuni bo'yicha. Bizlar shu jinoyatchilik uchun juda ayniqsa yoshlar va voyaga yetmaganligi bo'yicha Pastdarg'om tumanida ko'p shu oshganligi bo'yicha e'tirozlar bo'lganligi uchun biz qayta ishimizni o'rganib chiqib 6 ta kriteriya qilganmizda, ayniqsa shu voyaga yetmaganlarda yoshlar jinoyatchiligini qanday tartibda kamaytiramiz degan nuqtai nazar bilan ishlaydi. Ta'lim boshqarmasida mana bizlar tumanda 128 ta maktab bo'ladigan bo'lsa, 129 ta. Birinchi havo maktab direktorlarini yig'ib dastur qildik. Qanaqa dastur qildik? Har 3 oyda bir marta 9-tahlil qildik. 9, 8, 10, 11-sinf bolalar tomonidan sodir etilyapti ekanda. Ve hammasi ota-onasini yig'ib, birma-bir
ta'limdan bitta mas'ul, ichki ishlar bo'limidan, sohaviy xizmatlardan bo'limning boshlig'i. Endi 129 so'm hammasini tuman shahar so'm aylanib o'tolmay ko'p vaqt talab qiladi. Haftasiga bo'lib berdik, 3 tadan 4 tadan maktabni. Keyin bu taklifni boshqarmaga ham berdik, boshqarma tomonidan roliklar ishlab chiqildi. Ota-onalarga qo'yib berdik, tushuntirib berdik. Tushuntirib berganimizdan keyin o'zgarish bo'ldi, real holatda o'zgarish bo'ldi, xulosa bo'ldi. Jami 2 marta aylanib chiqdik maktabda. Jinoyatchilik maktab o'quvchilari tomonidan tushib ketdi. Keyin biz oldiga buni kamaytirish uchun ijtimoiy profilaktika obyekti, ya'ni jinoyat sodir etishga moyil bo'lgan voyaga yetmaganlarda dars muntazam dars qoldiruvchi yoki maktabda sinfda deylik birinchi shef deymizku, bunaqa bolalarni ro'yxat jami 540 ga yaqin qildik. Inspektor psixologlarimiz bor, 22 nafar. Ularga bo'lib berdik, ota-onasi bilan borib gaplashib, manzilli chora-tadbir belgilaysan, isbot qilasan. To'g'ri, endi 100% kamaytirib bo'lmaydi deb o'ylayman. Bu natijasini berdi baribir. Bu bo'yicha ishni qildik. Nomusga tegish masalasi bo'yicha qiynaladigan tomonimiz bor. Men buni ochiqdan ochiq aytaman. Aksariyat holatlarda voyaga yetmagan qizlarimiz bedarak bo'lyapti. Ya'ni yashash uyini tashlab ketyapti. Bunaqa holatlar kuzatib turyapti. Biz maksimal darajada oldini olish chorasini ko'ryapmiz. Tushunasizlar, bu Pastdarg'om tumanida 93 mingga yaqin oila bor, 910 mingga yaqin aholi bor. Qamrab olish maksimal darajada voyaga yetmagan chiqib ketgandan keyin ba'zi joylarda 16 yoshga to'lmagan, voyaga yetmaganlarimiz tomonidan agar aloqaga kirishib qolsa, adashmasam 14 yoshga to'lmagan aloqaga kirishib qolsa, bu Oliy sud plenum qaroriga muvofiq to'g'ridan-to'g'ri jinoiy holat hisoblanadi, og'ir jinoyat. Mana shu nomusga tegish bilan bog'liq bo'lgan umumiy jinoyatlarimizni ham 4 tasi shu turdagi jinoyatlar tashkil qilish. Shunday evaziga biz oshib ketdik. Albatta buning uchun endi bu turdagi jinoyatlarni jamoat joyida muhokama qilish ham qanchalik to'g'ri bilmayman. Menimcha bu sal yopiq zona, chunki shaxs qadr qimmati bor, erkinligi bor, hokazo, uni biz targ'ibot qila olmaymiz albatta. Shuning uchun bu turdagi jinoyatlarni oldini olishga qaratilgan choralarni ko'ramiz. Albatta to'g'ri aytdingiz, tumanda 100 ta mahalla bo'ladigan bo'lsa, Rinsoqli 8 ta qizil mahallamiz. Qizil mahalladan tashqari ayrim mahallalarimizda 6 domda jinoyatlar ko'p sodir etilgan. Misol uchun Guliston mahallasi misol uchun tushuntirib 6 jinoyat, shundan 6 jinoyat, 4 tasi o'g'irlik. 4 tasi o'g'irlik jinoyat hisoblanadi. Endi xabarlaringiz bor, Guliston bu dasht zona Nurobod bilan chegara. Aholiga juda ham yana bir bor iltimos qilamiz, mana kimdir kuzatib boryapti. Albatta bunaqa dasht zonalarda ko'pchilik aholilarimiz chorva mollarini ko'chaga chiqib bog'lab 2 kunlab, 3 kunlab xabar olmasligi oqibatida chorva mollari yo'qolib boryapti. Albatta kimdir oladi, mashinasiga oladi, joylashtirib chiqib holatlar kuzatilgan. Aynan shu Gulistonning 4 tasi o'g'irlik bilan bog'liq holat hisoblanadi. Tungi paytda sodir etilganligi uchun biz bu yerda kuchaytirdik naryadni. Kunduz kunda hozir mana deyarli 1,5 oydan beri bu hududlarda jinoyat sodir etilgani yo'q. Endi resurs baribir cheklanganda biz olib turib butun boshqa shaxs tartibida qabul tashlasak, boshqa hududlarimiz bo'shab qolishi mumkin. Uni baribir kuchaytirib ko'ryapmiz. Balxiyonda sodir etilgan bu shahar bilan chegaradosh hududimiz, bu yerda ham hisob-kitob qilganmiz. Endi Po'latchida sodir etilgan jinoyatchiligimiz bu bozor hududi bir tomoni xabaringiz bor. Bu yerda ham shu aholi gavjum bo'lganligi uchun ayniqsa mana Balxiyon, Po'latchi mahallalarida sodir etilgan jinoyatchilik bu ya'ni boshqa tuman shaharlardan kelgan fuqarolar hisobidan oshib ketadi, mahalliy fuqarolarimiz. Kamolotda ham xuddi shunaqa. Kamolotda ham 2 o'g'irlik, 1 qotillik jinoyati sodir etilgan, hammasi boshqa tuman shaharlardan kelgan fuqarolar hissasidan to'g'ri keladi. Albatta bu nima bo'yicha yana qo'shimcha har bitta mahalla bo'yicha bizlar chora-tadbir belgilaganmiz, tozalash tadbirlarini olib borib joylarda profilaktikani kuchaytiramiz. Bormi yana savollar? Marhamat. Assalomu alaykum. Men 4-chi O'zbek saylovi okrugida deputat Qo'chiyevda ishlaman. Hozir hisobotimizda 441 nafar xotin
xizmatiga himoya orderi berilganligi haqida yozgansizda. Lekin shunga qaramay aynan shu xotin-qizlar o'rtasida oilaviy zo'ravonlik holatlari kuzatilgan. Endi sizga savol, himoya orderi berilgan fuqarolar bilan keyingi monitoring va ijtimoiy himoya ishlari qay darajada samarali tashkil etilgan? Savolingizga javob beraman. Haqiqatan himoya orderi sodir etilayotgan oilaviy zo'ravonlik va tan jarohati bilan bog'liq bo'lgan jinoyatni juda yaxshi oldini oladi. Buni monitoringi bor bizlarda, yuritamiz. Endi himoya orderini odatda oilaviy janjal kelib tushgan, 102 ga murojaat qilgan vaqtdan boshlab biz uni yoki fuqaro to'g'ridan to'g'ri kelib turib murojaat qilgan vaqtdan boshlab profilaktika inspektor xonadonlar yurish oqibatida shu ayollarimizga nisbatan xavf bor degan xulosaga keldimi, joyida beradi. Himoya orderi xabaringiz bor, o'z talablari bor. Bir oy ichida bu kuchda bo'ladi. Berilgan 441 ta himoya orderini 8 tasini biz 6 oyga sud qarori bilan cho'zdirganmiz. Bu ashaddiylari bo'ladi shunaqa. Ya'ni yarashmaydigan, tushunmaydiganlar bor. Himoya orderi talabini buzdimi? Bu albatta Ma'muriy javobgarlik to'g'risida kodeksining 261-moddasi bilan javobgarlik belgilangan. Unda oilamizga bunaqa tartibda biz ma'muriy javobgarlik tortganmiz. Himoya orderi berilishi to'g'ri xotin-qizlar yo'nalishi bo'yicha kipayiga ta'sir ko'rsatadi. Profilaktika inspektori tomonidan agar aniqlab berilsa, o'ta shunaqa ta'sir tarbiyotlar borda Jamshid Azizovich. Aniqlab berilsa, uning kipayi nazorat kipayi oshadi. Shunda tarbiyotlar bor. Bu yerda tumanda bizlar oilaviy ajrimlarimiz bor. Oilaviy ajrimdan shuni bog'laydigan bo'lsak, Iskandarida ko'tardik, Iskandar mahallasi 116 ta aliment to'lovchilar bor ekanda. Aslida men demoqchimanki, ularda har bittasi tazyiq zo'ravonlikka uchraydigan oila desak ham xato qilmaydi. Bu hali beriladigan biz ana fuqarolik sudi bilan olinadigan 3000 ta, 4000 talab oilaviy janjallarimizni agar oladigan bo'lsak, bu son ko'payishi kerak. Lekin bizlar real xavfdan kelib chiqib, haqiqatan shu holatda munosabat bormi, yo'qmi, ertaga ayol kishiga, xotin-qizlarimizga biron xavf tug'diradimi, yo'qmi, shu holatlarni beramiz. Monitoring boramiz. Demak, shu himoya orderini berganingizdan keyin ham yana janjal bo'lyapti o'sha ba'zi bir xonadonlarda, shunday. Himoya orderini berganimizdan keyin albatta agar bo'lsa, mana 10 ta holatda biz ma'muriy qilganmiz. Chunki tushunmaydi-ku. O'sha uni ma'muriy qilib chiqaramiz. Bu og'ir jazosi bor unda. Agar sud lozim topsa, 15 sutgacha ma'muriy qamog'i bor. Uni shu bergan vaqtimizdan boshlab erkak kishi o'zini tiyadi. Yaqinlashmaydi. U ham bilib qolgan, bir oy gaplashmayman deydi. Indamayman deydi. Keyin ayol kishi kelib turadi, murojaat qilsa 6 oyga cho'zamiz. Bilamiz-ku holatdan kelib chiqib. Ko'plar o'sha tushunib yetgan. Beramiz, chunki ikkalasini chaqirib beramiz. Jo'ra mana og'ayni, senga himoya orderi berilyapti, tiysang tiyilding, bo'lmasa senga nisbatan ma'muriy javobgarlik kodeksi 261-moddasiga javobgarlik qat'iy belgilangan deymiz, qaytadi. Ayollarimiz ham o'rganib qoldi. Janjal bo'lmagan oilalar ham bir marta agar sal qo'pol gapirsa, kelib turib menga himoya orderi bering, joylarim ozgina qo'pollik qilyapti deb aytadigan. Yo'q, janjal majburmiz. bo'lganlarga Himoya qilamiz. kattaroq bo'lib ketdi, bir tan jarohat yetkazsa, u jinoyatga aylanib ketadi. ma'muriy emas, jinoyatga o'tadi. Agar hozir zo'r tizimlar yaratilgan, mana endi vaqtimiz chegara ozgina reglamentdan chiqdik. Qo'riqlash boshqarmasi bor, to'g'rimi? Qo'riqlash xizmatida bizlarda shunaqa so'z turmalar yaratilgan. Bir oyda 77 ming to'laydi, ayollarimizga ayniqsa o'rnatib beryapmiz. Himoya orderi beramiz. Agar haqiqatan ham ajrashgan sobiq turmush o'rtog'i deymizmi, yoki akasi, qayntasimi shunga yoki qaynsinglisimi, ayolga ham berish mumkin-da. Erkakka berib bo'lmaydi. Tomonidan agar ta'zir janjal bo'ladigan bo'lsa, so'z turmani 77 ming so'm bir oy to'lov, shu bosib 3 minutda qo'riqlash xizmatining tezkor harakatlanuvchi guruhi keladi. Endi profilaktika inspektori sudda bo'lishi mumkin, ekspertizada bo'lishi mumkin, va hokazo joyda bo'lishi mumkin, vaqtida yetib kela olmasligi mumkin.
10 minut 15 minut kech kelishi mumkin. Bosganda uzoq 5 minutda yetib keladi. Ko'plar hozir buni ulattiryapmiz, natijasini beryapti. Shuni bosadi, qaytaradi. Shunday bo'lishi kerak-da, endi qachongacha ayollarimizni, to'g'rimi? Ayollarimizni Bormi yana savollar? Taklifim bor edi. Marhamat. Shu mahallalarda yurgan vaqtimizda Ulug'beklarich nimani ko'rdim? Banner chiqarganingizda monitoringda shu mahallani bir haftalik oylik ko'rsatkichlari market bilan qilingan. Murojaatlar soni, masalan, nimalar bo'yicha jinoyatlar ko'paygan. Juda ham yaxshi narsa ekan. Faqat mahallasida ko'rdim, inspektor yurgizgan o'zini. Lekin mana qanday mahallasida bo'ldim, bu bo'sh. Demoqchi bo'lganim yaxshi g'oya, qonunan qachon yaxshi ishlaydi, qachonki unga rioya etilsa, qilinsa. Mana shu g'oyani mana shu tashabbusda hamma inspektorlar bir xil olib borsa juda yaxshi narsa. Chunki tahlil bo'lgan joyda baribir natija bo'ladi. shunday. To'g'ri aytdingiz, murojaatlar, kelib tushgan murojaatlarda qo'lida yozdiradigan bo'ling. Profilaktika inspektorlarga qo'liga tayyor chiqarib bersangiz elektron qaraydi. Mana shunaqa bo'lib qoldi. 1 minutdan oshiq bo'lsa oldin miyasi qabul qilmaydi, boshqa narsa o'tib ketadi. O'zi shunaqa ma'lumotlar juda ko'p keladi. Kecha qo'lida yozib bersa, qaysi ko'chamda ko'p murojaat qilyapti, qaysi xonadondan kelib tushyapti. Borib qarab biladi, shuni harakat qiladi. Shuni rejasi boshlig'imizni tashabbusi bilan butun viloyatda bu tadbir etilgan yaxshi narsa. To'g'ri menga aytishdi, u mahallani bu joyga qo'yib beramiz. Yo'qmi boshqa savollar? Savollar bo'lmasa, shu masala yuzasidan so'z tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyaga beriladi. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 5 yanvardagi TXP sonli qarorining ijrosi, shuningdek tumanda kriminallik vaziyatini yaxshilash, jinoyatlarni barvaqt oldini olish, uning omillerini bartaraf etish bo'yicha 2026 yilning 6 oyida amalga oshirilgan ishlar to'g'risidagi tuman ichki ishlar bo'limi boshlig'i bo'lib o'tgan Parviz Xaliqovning hisoboti xalq deputatlari Pastdarg'om tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiya yig'ilishida muhokama etilib, tegishli qarorlar qabul qilindi va sessiya kun tartibiga kiritildi. Hurmatli deputatlar, sizlarni ushbu masala bo'yicha tarqatilgan qaror loyihasini qo'llab-quvvatlashlaringizni so'radim. Rahmat. Shu masala bo'yicha sizlarga qaror loyihasi tarqatilgan, qaror loyihasiga qo'shimcha takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, ma'qul degan deputatlarni qo'l ko'tarib tasdiqlashni so'rayman. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q. Rahmat bo'lganlar. Sog' bo'ling, rahmat. Shu tartibdagi 3-masala Pastdarg'om tuman saylov komissiyasi tarkibiga o'zgartirish kiritish to'g'risida. Shu masala yuzasidan so'z tuman kengashining korrupsiyaga qarshi kurash va xavfsizlik masalalari bo'yicha doimiy komissiyaga beriladi. Marhamat. Pastdarg'om tumani saylov komissiyasi a'zolarini ro'yxatida Baybullayev Zarifjon Baybullayevich, Qarshiyev Alisher To'rdiqulovich, Yusupov. Iloji bo'lsa, malol kelmasa tursalaring sizlarni bizlarga tanib qo'ysak. Ha, chiqardi. Ha. Ular amaliga saylov komissiyasi tarkibida shu kishilarni o'rniga Namozov Bekzod G'ulomovich, Kimni o'xshab tursalar? Respublikamadagiy manfaat markazi Pastdarg'om tuman bo'limi maslahatchisi Amarov Ruslan Husenovich, Pastdarg'om tuman tibbiyot birlashmasi boshliq o'rinbosari Arziqulov Nodir Hakimov, O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi Pastdarg'om tuman bo'limi boshlig'i bu kishilarni taklif qilinajak o'rniga qo'yishga va saylov komissiyasi a'zolari 21 kishidan iborat deb ma'qul topdi. Ularga saylov komissiya raisligi Safar Zafar aka Murzatovich, o'rinbosar komissiya raisi o'rinbosari Namozov Bekzod G'ulomovich, komissiya kotibiga Erkayeva Nargiza Sunnatovna, komissiya a'zolariga Rasululloh Shahlo Akramovna, komissiya a'zosiga Ahmedova Maqsuda Isroilovna, komissiya a'zoligiga Rizqulov Nodir Hakimovich, komissiya a'zosi Yusupov Abror Sulaymonovich, komissiya a'zosi Sadilov Bekzod Muhammadovich, komissiya a'zosi Jurayev Adolat Ahrorovna, komissiya a'zosi Akramova Diyara Xayrulla qizi, komissiya a'zosi Bobodostov Shahzod Ahmedovich, komissiya a'zosi Abdulalim Olmos Odilevich, komissiya a'zosi Boboyev Ahror Xo'ja Abdullayevich,
komissiya a'zosi Amonov Ruslan Huseynovich, komissiya a'zosi Nishonova Latofat Abbosovna, komissiya a'zosi Ro'zmurodov Azmiddin Asadovich, komissiya a'zosi Pulatova Zamila Rahimovna, komissiya a'zosi Shukurov Baxtiyor G'afurovich, komissiya a'zosi Pardayeva Dilara Abduqayevna, komissiya a'zosi Achilova Farida Kamolovna, komissiya a'zosi Xudoyberdiyev Jamol Abduqodir o'g'illarni taklif qildik. 21 kishidan iborat va sessiyaga kiritdik. Shular qaror loyihasini tasdiqlab berishni so'raymiz. Rahmat. O'tiringlar, rahmat. Shu masala bo'yicha hurmatli deputatlar, sizlarga qaror loyihasi tarqatilgan. Qaror loyihasiga boshqa takliflar bormi? Yo'q bo'lsa ma'qul degan deputatlarni tasdiqlashdan so'raymiz. Qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, birovdan ma'qullar. Hurmatli deputatlar tuman kengashining navbatdagi 30 sessiyasi kun tartibiga kiritilgan masalalar muhokama etib bo'lindi. Axborot uchun so'z sessiya kotibi Allayarova Nargiza Xoliqovnaga beriladi. Marhamat, Nargiza Xoliqovna. Deputatlar Pastavan tuman kengashining 2026 yilning 2-iyul kuni bo'lib o'tgan navbatdagi 30-sessiyasi yakuniga doir sessiya kotibining axboroti. Deputatlar Pastavan tuman kengashining navbatdagi 30-sessiyasi 2026 yil 14-iyul kuni soat 13:00 da tuman hokimligi zaliga chaqirildi. Sessiyada kengashning 28 nafar deputatidan 26 nafari ishtirok etdi. 2 nafari esa turli sabablarga ko'ra qatnashmadi. Sessiya ishida tuman hokimining o'rinbosarlari, yoshlar maslahat guruhi a'zolari, tegishli korxona va tashkilot rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirok etdilar. Sessiyani tuman kengashi raisi 21-bog'dorchilik saylov okrugidan saylangan deputat Ochilov Bahodir Narxovatovich olib bordi. Sessiya vakolatli deb topilib, rasman ochiq deb e'lon qilindi. Mahalliy davlat hokimiyati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining 17-moddasiga asosan sessiya kotibi etib 7-ilm saylov okrugidan saylangan deputat Allayarova Nargiza Xoliqovna saylandi. Sessiya kun tartibida 3 ta masala muhokama qilindi. Sessiya kun tartibidagi masala yuzasidan hisobot va axborotlar tinglanib, deputatlar tomonidan savollar berildi va fikr-mulohazalar bildirildi. Masala yuzasidan sessiya qaror loyihasi bir ovozdan ma'qullanib, tegishli qaror qabul qilindi. Sessiya ishi belgilangan reglament asosida tashkil etildi. Shu bilan xalq deputatlari Pastavan tuman kengashining navbatdagi 30-sessiyasi o'z ishini yakunladi. Sessiya kotibi 7-ilm saylov okrugidan saylangan deputat Allayarova Rahmat. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sessiyani yopiq deb e'lon qiladi. Yemindan hech kim chiqib ketmasin, iltimos.